har gal aytamiz, ma'lumotlar ustiga qurilyapti sun'iy intellekt va eng katta muammo hozir ma'lumotlar. Misol uchun o'sha OpenAI kompaniyasi ham, Google ham o'zlari ham aytayapti, internetdagi bor ma'lumotlarni olib, ulardan foydalanib bo'lindi. Ya'ni internetda hozir yangi ma'lumot qolmadi. Bu sun'iy intellektlarni rivojlantirishda davom etish uchun. Mana shu narsaga va yana bitta narsaga ahamiyat bering. Hozirgi kunda biz foydalanayotgan o'sha eng katta, eng mashhur sun'iy intellektlar o'sha ChatGPT deylik yoki o'sha Google Gemini dasturlari matnlar va rasmlar yordamida qilingan, yaratilgan. Lekin biz inson sifatida biz matn, rasmdan ham ko'proq narsalarni qabul qilamiz. Ya'ni biz misol uchun sezgi organlarimiz birinchidan ko'proq. Biz atrofni harorat deysizmi, ko'rish, eshitish qobiliyati bor bizda, hidlarni sezamiz va biz qaror qabul qilishimizda biz atrofimizdagi faktorlar juda ham ko'p. Real. Biz hissiyotlarni ham sezamizda, masalan, bir odam bilan muloqot qilayotganingizda, masalan, shifokor sifatida oldingizga keldi, masalan, kasal odam keldi. U yerda siz faqat quruq matn bilan ishlamaysizda. U odamni masalan ochib faqat anketasini qaramaysiz. To'g'rimi? Yo'qda ko'proq narsalar bor. Bu narsalarni hozir qanday raqamlashtirishni o'zi tushunarsiz bo'lib turibdi-da. Bu yerdagi faktorlar shunchalik ko'p. Bu borada mana o'sha Meta kompaniyasini asosiy AI muhandisi bor, Lekun degan olim, professor. Buni juda yaxshi analogiyasi bor, tushuntirgan. Masalan, hozirgi kundagi mavjud sun'iy intellektlar 20 trillionga yaqin parametrlar yordamida yaratilyapti. Lekin bu ko'zimizga juda katta ko'rinadi ma'lumotlar. Aytsam, misol uchun bu petabaytlar yoki shunaqa katta ma'lumotlar deymizda. Lekin agar inson bilan solishtirsa, inson 4 yoshga kirguncha mana shu ma'lumotlarni, bundan ko'p ma'lumotlarni tahlil qilib bo'lgan, o'zlashtirib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bor yo'g'i 4 yoshga kirgan bola, shunchalik 3 dan keyin kech degan kitoblar ham bor-ku. 4 yoshgacha kirgan bola, yosh bola hali mana shu butun hozirgi kunda barcha sun'iy intellektlar jamlagan ma'lumotlardan ko'proq ma'lumotlarni ko'rib, eshitib, tahlil qilib, miyasidan o'tkazib bo'lganda. Ya'ni bugungi sun'iy intellekt 4 yoshda faqat. Shunaqa. 4 yoshlik bola bilan ma'lumotlari teng xolosda. Biz masalan bundan keyin qancha umr yashadik, qancha ma'lumotlar boshlanmagan ham. Va sun'iy intellekt misol uchun bu 4 yoshgacha bu bitta bolanikida. Bitta narsaga, bitta joyda yashagan ikkita odam ikki xil dunyoqarashga ega bo'ladi. Bir xil ma'lumotlarni ikki xil tahlil qiladi, ikki xil qabul qiladi. Mana shularni hammasini kompleks yig'ishtirganingizda bu insoniyat degan narsa paydo bo'ladi-da. Shuning uchun ham biz masalan muammolarga mana o'tgan safar aytdik, olamshumul muammolarni hal qilishda mana shu tajribalarimiz juda ham muhimda. Sun'iy intellektda bu narsalar yo'q.